Assalomu alaykum aziz tinglovchilarimiz. Bugungi mavzuni qon bosimi nima uchun ko'tariladi deb nomladik. Qon bosimi ko'tarilish bu juda ham murakkab jarayon. Lekin qisqacha qilib tushuntirganimizda buning sabablaridan biri stress va asablar. Stress va asablar uzoq davom etgan holatda qon tomirlarimizni ishdan chiqaradi. Ikkinchi, ovqatlanishimizga bog'liq bo'lgan tuzni va yog'li ovqatlarni me'yordan ortiq iste'mol qilish. Agar ovqatni sho'rroq qilib va yog'liroq qilib yeyishni xush ko'rsangiz, bilingki, asta-sekin yillar davomida qon tomirlaringizni ishdan chiqaradi. Natriy xlor bu tuz. Tuz esa tanadagi ortiqcha suvni o'ziga tortib, qon bosim tizimidagi bosimni avtomatik ravishda ko'taradi. Xolesterin, yog'li ovqatlarning asorati bo'lgan xolesterin esa qon tomirlarimizni ichki intima media degan qoplamini xuddi zang qoplagandek skleroz blyashkalari bilan qoplab, qon tomirlar ham asta-sekin o'zining ish faoliyatini buzilishi kuzatiladi. Uchinchi sababimiz esa bu gipodinamiya. Gipodinamiya bu kam harakatlik. Agar kechki ovqatni televizor atrofida soatlab o'tirib, iste'mol qilib, ko'p ovqatni yeb qo'yib va ba'zida televizor tagida uxlab qolsangiz, jismoniy faolligingiz kam bo'lsa, bilingki, bu ham asta-sekin sizni tana vazningizni oshishiga va buning orqasidan qon bosim, arterial qon bosimini ko'tarilishiga olib keladi. Tibbiyot tilida sokin qotil deb nomlanadi. Chunki u hech qanday belgi bermasdan sizni tanangizni, yurak qon tomir tizimingizni, miyangizni, ko'zlaringizni va buyrakdagi eng mayda kapillyar tolalaringizni ishdan chiqaradi. Katta kasalxonalarda gemodializ bo'limi mavjud. Bu gemodializ bo'limining asosiy yotgan bemorlari qon bosimi va qandli diabetning ikkinchi turidan aziyat chekuvchi bemorlar. Bularni qon bosimi ko'tarilishi va qondagi qand shakar miqdori ko'tarilishi natijasida buyrakdagi asta-sekin mayda kapillyarlari ishdan chiqa boshlaydi va ularning oxirgi chorasi yo buyrakni ko'chirish yoki yil davomida bir necha marta gemodializ qonni toksinlardan, zaharlardan tozalash muolajasi bo'lib qoladi. Xo'p, biz nima qilishimiz mumkin? Hamma shunday yashaydi, hamma stressda, hamma noto'g'ri ovqatlanadi, hamma kam harakat qiladi deyishingiz mumkin. Lekin qon bosimi bu dushman deb qabul qilsak, bu dushman bilan kurashish choralarimiz bor. Kurash chorasi nima desangiz, men sizlarga hozir ko'rsataman. Mana bu korobkada joylashgan narsa hammani xonadonida bo'lishi kerak. Bu esa oddiy qon bosimini o'lchovchi apparat, tonometr apparati hisoblanadi. Eng xavfli tomoni shuki, hozir 12-14 yosh o'spirinlarda ham qon bosimi ko'tarilishi kuzatilmoqda. Va biz agar bu kasallikni birinchi bosqichlarda, hali 130 ga 80 ko'rsatkich bosqichlarida ushlasak, boya tepada aytib o'tgan nojo'ya turmush tarzimizdagi va ovqatlanishimizdagi kam harakatlik mana shu omillarni bartaraf qilsak, biz arterial qon bosimini nazoratga olishimiz mumkin. Qanchadan qancha odamni salomatligini tiklashimiz mumkin. Bizga obuna bo'ling, bizni kuzating. Keyingi videolarimizda qanday qilib arterial qon bosimini oldini olish va qanday ovqatlanish tizimimizni o'zgartirib qon bosimini nazoratga ola olamiz va arterial gipertenziyani yengishga qodirmiz.